Пошел нахуй, блядь, гастарбайтер ебаный. Онлайн, гиннайн, диш. Пошел нахуй, блядь, гастарбайтер ебаный. Rasm o'zingiznikimi? Yo'q, o'zimniki emas. Qo'shni mahalladan prokatga olib kelganman. Rasm o'zimniki emas. Вы классная, спасибо. Qirg'izistondan salom. Alqalay ber qirg'iz el, azatlıktın yolunda, örköndoy ber o'zi ber, o'z taqdirin qo'lunda. Dubaydan salom. Salom Dubayga. Uy. Zimar opa qanchadan ketyapti endi Dubayda o'pdim. Gruppa ushga ketyaptimi yo $20 o'zingiz so'rab qo'ya olyapsizmi? Qanchadan bo'lib qoldi endi Dubayda? Вы более спокойны стали, чем раньше. Ну, старею. И что же тебе мешает? Для лечащего врача это вопрос этики. Qanchadan ketyapti Dubayda? Qancha bo'lib qoldi hozir? Translab bilaman, 800 dirhammi ishlashar ekan. Qizlar juda ham arzon deydi. Salom Koreyadan. Koreyada nima qilyapsiz, opa? Shimiyapsizmi? Ofitsiant bo'lib ishlayapman deb shimiyapsizmi? Koreyslar juda kichkina bo'ladi. 100 tadan 2 tasiniki katta bo'ladi xolos. Mencha cho'choqchalar nima qilyapsiz Koreyada? Translar qimmatmi? Translar Moskvada ham qimmat. 25,000 soat, 30,000 soat. Nima deb o'ylayapsiz? Bu sizni amiz emas, bijib ketgan 50 ta qizni o'rtasiga olib kirib olib, siz kutib turing, malohat, meni dugonam bor edi, hozir aytib beraman. Moskvada dugonamiz tanishimiz bor edi. Mavlud opa degan. Mavlud opa bitta olishdi, 4-5 ta bolani bitta xonaga qo'yib qo'yib, siz kutib turing, hozir mana o'rtog'i sikvasin deb yonida chap berib, endi siz keling deb bu ochib olib chap berib, endi dam olamiz deb shunaqa qilib sikishardi. 1000 so'mdan. 1,5 mingdanmi, bilmadim. Ну, kamda 1000 so'mmi, 1,5 mingmi. Очередь bo'lib ketardi, ana stroykadan. Rost, voy shammislar. Так хочется иметь ребенка. Но Габриэль не идет вам навстречу. Вообще-то, у нее недавно был выкидыш. Может, она в принципе против? Allohim o'z panohingda asraginda bor, asharlarda o'z panohida asrab, klientingni ko'paytirib bersin Xudoyim. Qiynalib ketding-a, 300 rubldan Yaroslavskiy направленияda. Hech kim olmayapti-ya, o'la. Но есть. Yo'q edi, ha? Voy, o'z ko'zim bilan, o'z quloqim bilan ko'rganman. Voy, eshitganman. Bir Maldipan uydan olib ketishim kerak edi, tusovkaga ketayotgandik. O'tib magazinda oldida turibman, qarab turibman, ko'rib turibman, ishda o'zbek u yoqdan bu yoqqa go'lab qilib Shuganiyada yurishibdi. Keyin Maldipan klientlaringiz keldi shekilli desam, ha, hozir kirgizib boraman ular deb kuzatib, podyezddan kirgizdirib yubordi. Dugonalari bor, jurni, hali semiz qizlar ashunga ham kelishadi, очередь qilib. Amigotto, mana shuncha. Я кое-что переделала, подправила, но суть осталась прежней, и заказчик в восторге. Это потрясающе. Senlar yonasan do'za. Onlayn deish. Пошел нахуй, блядь, гастарбайтер ёбаный. Блядь, заебал, блядь. Выключай звонит,